Buxoro savdo majmuasidagi Greenleaf do'konimizda yangi tovarlar kelgan ekan, shu uchun ham video oldim. Bir boshidan hammasini to'liq ko'rsatmoqchiman. iLife sot kremlarimiz, dog' ketkazuvchi stakanchiklar, skrablar, pasta, yejnevkalar, Blue Pointlar, pamperslar женский, подарочный упаковочный nimalarimiz, kremlar tepada bodringli, vanna uchun bombochkalar, sovunlar har xil. Bu yerda juda ham ayollarimiz yaqinroq keling, zo'r narsa bor. Kushon kremimiz bu. Greenleaf'ning kushon kremlaridan bittasi, ya'ni kushon pudra, nam pudra. Terini rangini tabiiy qilib beradi, quritib tashlamaydi. Bir tekisda tabiiy tonini chiqarib beradi. И plus nedostatki deydi-ku, kamchiliklarni yopib beradi. Upakovkasida zapaskasi ham bor. Vashi zo'r narsa. Makiyaj ketkazadigan salfetkalarimiz ham zo'r. Bu yerda har xil sovunlar, ugrilarga qarshi pasta nashnoy prokladkalarimiz, tepada spreylar, hid beruvchi osvejitellarimiz, aloe kremlarimiz, probiotikli prokladkalarimiz ikki xilidan, sovunlar, yana bu yerda dekorativniy kosmetikamiz juda ham ko'p, oz qolibdi. Kiygani bilan darrov tugab qoladi bunaqa narsalar. Bu tomonda esa tozalash vositalar, o'rtada mana bu yashillari qo'yiladigan suyuq sovunlar, pasta kirgellar, tepada gellar dushlarimiz har xil turlardan eng ko'p ketadi. Mana bu burchakda kiradigan sovunlarimiz, bolajonlarimiz uchun ikkitasi birda, ham gellar dush, ham shampunlarimiz, tepada zubnoy pastalarimiz. Xo'p, zubnoy pastalarimizni har xilidan bor. Bu yog'uv tozalash vositalari oshxona uchun, posuda gellarimiz juda ham ko'p. Mana bu yerda tish pastalar, salfetka, tish cho'tkalari bilan salfetkalar, pasta noskilarimiz, tapochkalarimiz, posuda gellar. Mana bu hammasi posuda gel. 3 ta polkada ham pasta sodalar. Mana bu yerda yana bir yangi mahsulotimiz bor. Evrika pechenyemiz, yodlangan, ya'ni yodga to'yingan, bir kunlik yodni dozasini beradigan bolajonlarga ayniqsa juda ham ajoyib mahsulot. Kattalar ham bemalol yesa bo'ladi, yod tanqisligiga qarshi. Bu yerda tozalash vositalari va oshxona jihozlarimiz ham bor. Greenleaf'da mana gubkalar, sochiqchalar, qaychi va hokazo. Mana bu yerda uxachiskalar, yon tomonda ko'zoynaklarimiz, qora opravali, oq opravali kompyuterga qarshi. Bu yerda badlarimiz, yangicha vitaminlar, badlar kelgan, ya'ni biologik aktiv dobavkalarimiz davolash uchun juda ham zo'rlari kelibdi. Mana bu